keltiriladi. Bani Isroil qavmida bir mahov, bir kal va bir ko'r kishi bor edi. Ular sinov bilan yaratilgandilar. Mahov kishi uning rangi va terisini yeb bitirayotgan kasallikdan aziyat chekar, kalning boshida esa soch chiqmas edi. Ko'r esa o'z yo'lini ko'ra olmasdi. Ularning har biri hayotdagi yakkalik va odamlarning past nazar bilan qarashlariga qaramasdan yashashga harakat qilardi. Kunlarning birida kal kishi qarindoshlardan birini eshiga oldida uning qizlaridan biriga sovchi bo'lib keldi. U eskirgan cho'ponini mahkam ushlagancha hijolat bilan dedi: "Sayyidim, qarindoshchilik umidida keldim. Qizlaringizdan biriga uylanishimga ruxsat bersangiz." U kishi esa sovuqqonlik bilan "Mol davlatingdan nima bor?" dedi. Kal boshini egib, "Molim yo'q, lekin men baquvvatman. Qattiq mehnat qilaman va Allohga tavakkal qilaman" dedi. U kishi masxaralab kuldida gap poylab turgan ikki qiziga qarab, "Huzurimizga na moli va na chiroyi bor bir kal kelibdi" dedi. Shunda qizlardan biri ovozini ko'tarib, "Otajon, nahotki bizdan shunchalik qutulishni istasangiz?" dedi masxara tomos kulib. Kal kishi g'azablanib, kuyunib, "Nahotki yaratish Allohning qo'lida bo'lsa-yu sizlar uni kamsizsangiz" dedi-da ketib qoldi. Shaharning boshqa bir yerida esa mahov kishi atir do'koni egasining oldida ish topish ilinjida turardi. "Sayyidim, huzuringizda yordamchi bo'lib ishlash umidida keldim" deya ish so'radi. Do'kondor qoshlarini chimirib, jirkanish bilan dedi: "Agar yordamchim mahov bo'lsa, men atirlarni qayerda kimga sotaman? Odamlar seni ko'rishi bilan qochadi-ku" dedi. Mahov kishi xo'rsinib, "Rizq Allohning qo'lida. Yer yuzida ishonganlar uchun oyat belgilar bor" deb yana iltimos qildi. Lekin u kishi mahovni shafqatsizlarcha haydab yubordi. Yo'lda mahov va kal birga ketarkan, bozorni izlab, qadamlarini adashtirib yurgan ko'r kishi bilan to'g'nashib ketishdi. Ikkovi unga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lishdi.